1 daqiqa ichida quchoqlashib ko'rishgan har bitta odamingiz uchun 10 ming so'mdan beraman desam qilgan bo'larmidingiz? Yo, bunga ayting iltimos. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qilgan bo'larmidingiz? Mayli. Unda 1 2 3 vaqtingiz ketdi, harakat qilamiz. Voy bolachi. Voy 5 soniya o'tib ketdi. 1 kishi bilan ulgurdingiz. 2 ta 10 soniya o'tdi. 3 ta 4 ta tezlashamiz. 20 soniya. 5 ta zo'r. 5 ta yem qo'ying. 6 ta. Yarim daqiqa ortda qoldi. 6 ta. Tezroq. 7 ta. Harakat qilamiz. 7 kishi bo'ldi. 7 kishi. 7 kishi 40 soniya ortda qoldi. Farqi yo'q. 8 ta. Keling bitta Voy qochmay 9 ta. 5 soniya vaqtingiz qoldi. 5 soniya. Aka bitta ko'ringlar. 5 soniya. Wow, 13 soniya ko'rishdingiz mana prosta 1 daqiqa bo'ldi. Juda ham jasoratli odam ekansiz. 1 daqiqa ichida 10 kishi bilan quchoqlashib ko'rishdingiz va 100 ming so'm pul va mana bu sovg'a sizga. Ishonch do'konlarida avgust oyi davomida ko'pgina mahsulotlarimizga 25% gacha chegirmalar, 30% gacha bonuslar e'lon qilingan. Borib foydalanib qolishingizni tavsiya qilaman. Mayli. Xo'p, bo'ling, yaxshi ko'rardik. Ko'rishaylik. Do'stlar, siz samarqandlik bolaga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Samarqand bozoridan. Xo'p.